Biz vatanda ilgari nihoyat ko'p zinni topgan zaharlik shumbuya jamiyatimizda qaytadan bosh ko'tarmoqda. Bular o'zgalarning hammasini kofir, mushrik yoki murtad deb o'zidan boshqa hech kimni musulmon hisoblamaydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bizni ulardan ogohlantirib, ularni kilabun nar, ya'ni do'zax itlari deb atagan. Uyg'ur jamiyatimizdagi taqvolikqa intiladigan musulmonlar orasida bir turkum kishilar taqvolikdagi islomning chek-chegarasidan eshib ketib, oyat hadislarni tushunishdimi, oyat hadislarni tushunish qoidasiga rioya qilmay, kishilarning hammasiga qalaymaqon hukm beradigan bir ahvol maydonga kelmoqda. Bu xil qoidasizlik va usulsizlik natijasida o'ziga fikri o'xshamagan hamma kishilarni kofir yoki mushrik yoki murtad deyish orqali o'zini taqvo, boshqalarni ozg'un hisoblaydigan bir bo'lib jamoat shakllanmoqda. Olimlarimiz bular payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom 14 asr burun bizga xabar bergan bugun kunimizdagi xavorijlar deb qaramoqda. Ammo lekin ular o'zlarini birdan bir tavhid ahli, birdan bir haqiqat ustidagi odam deb qaraydi. Amaliyotda ular payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom 14 asr burun xabar bergan zamonimizning xavorijlari va yoki o'zlari degandek haqiqat ustidagi tavhid ahli. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bizga 14 asr burun bir turli kishilarning islomning chek-chegaralaridan oshib o'tishni taqvolik deb tunib olganligi va ularning bir qism sifatlarini bizga deb bergan. Undaqda biz bugun kunimizdagi o'zini birdan bir tavhid ahli, o'zini birdan bir haqiqat ustidagi jamoat deb qaraydigan bu kishilarning sifatlarini payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bizga 14 asr burun xabar bergan ozg'un kishilarning sifatlariga solishtirib boqadigan bo'lsak, ularning tavhid ahlimi yoki payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bizni ogohlantirgan xatarli kishilarmi bu noyat ro'shan namoyon bo'ladi. Undaqda payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bizga xabar bergan bu ozg'un kishilarning sifatlari qaysi? Bu sifatning birinchisi bu ozg'un kishilar, ya'ni payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bizni ogohlantirgan bu ozg'un kishilarning birinchi sifati ular kofirlarni, butparastlarni tashlab qo'yib, davomli musulmonlar bilan uchishadi. Musulmonlar bilan tillashadi, musulmonlar bilan urushadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda ularning sifatini bayon qilib, yaqtulun ahlul islam va yad'un ahlul awthan. Ular islom ahli bilan urushadi, ya'ni musulmonlar bilan urushadi, musulmonlar bilan jidallashadi. Butparastlarni tashlab qo'ydi. Ya'ni buddistlar bilan, kofirlar bilan, haqiqiy mushriklar bilan qarshi bo'lmaydi. Ular qarta bir qatim gap qilmaydi, bir yozmaydi. Ammo yozgan yozmalarining hammasi musulmonlarni kofirga chiqarish, birini murtad deyish, yana birini mushrik deyish, yana birini murji'i deyish. Mush ish bilan mashg'ul bo'ladi. Mana bu payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bizni ogohlantirgan ozg'un kishilarning birinchi sifati. Endi jamiyatimizdagi o'zini tavhid ahli deb atavagan u kishilarga bir qarab boqaylik. Kim bilan ko'proq uchishapti? Kofirlar haqida bir narsa yozibdimi yoki davomli yozgan narsa musulmonlar haqidami? Ular boshqalarni islomga akirish uchun aldirishmikan yoki musulmonlarni islomdan chiqarish uchun